Boshlang'ich to'lovsiz Monza avtomobili. Okalar BYD Song Plus gibrid avtomobil va Kia K5 2022-yilda ishlab chiqarilgan variantlar. Hozir ketadigan summam o'zingizga xarajatingiz ketadi. Bundan $1 ham ortiqcha xarajat qilmaysiz. Viloyatdan kelsangiz ham, Marsdan, Saturndan kelmaysizmi, boshqa $1 ham ortiqcha xarajat qilinmaydi. Xullas, 2022-yilda ishlab chiqarilgan Kia K5 avtomobili. Ikkinchi pozitsiyasi, mashina holatlari ideal holatda. Okalar, $1200 boshlang'ich to'lov evaziga hamma xarajatlari ichida mana shu avtomobilni Xodi avtodan bemalol kelib turib xarid qilsangiz bo'ladi. BYD Song Plus gibrid varianti okalar. Gibridi okalar qora rangidan yana bo'lsa. Boshqa yo'liga o'xshab 200 ming, 150 ming yurganini qo'yib o'tganim yo'q, arzon narx deb. Okalar 45 ming kilometr masofani endigina bosib o'tgan BYD Song Plus gibrid avtomobilni Xodi avtodan $1,5 ming boshlang'ich to'lov evaziga hamma xarajatlari ichida inomarka so'raganlar uchun mana shu avtomobilni bemalol kelib turib xarid qilsangiz bo'ladi. Oylik to'lovlari ham bir Malibu'ning atrofida chiqadi. Xullas, kraskalari top-toza bo'lgan Monza avtomobili. Juda ham ko'pchilik so'ragan 1,5 atmosferli motor bilan jihozlangan mana shu avtomobil. Kraskalari absolyutni top-toza. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, boshlang'ich to'lovsiz. Xarajatingiz uchun $600 olib kelgan holatda mana shu avtomobilni Xodi avtodan bemalol kelib turib xarid qilsangiz bo'ladi. Bundan batafsil ma'lumotlar boshqa avtomobillar Telegram kanalida, Xodi avto Instagram kanallariga obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham arzon bo'lsa hali oldinda. Xodi avto ishonchli harakat, katta like bilan podpiska uchun katta rahmat.